Barselona Yevropada birinchilardan bo'lib, o'z muxlislarini Ramazon kirib kelishi bilan tabrikladi. Videoni oxirigacha ko'ring va kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Ko'pchilik Barselonani yomon ko'radigan odamlarga nimaga sen Barselonani yomon ko'rasan desa, chunki Barsa LGBTda targ'ib qilganda deb gapirishadi. Lekin Barselona bularni yengishda davom etyapti. Sababi Barselona klubi 2 yildan beri LGBT narsalarini qo'ymay qo'ydi va eng qizig'i Barselona har yili an'anaga aylantirgan narsa Ramazon va Hayit kirib kelishi bilan o'z muxlislarini Yevropada birinchilardan bo'lib tabriklab o'tadi. O'z muxlislarini, musulmon muxlislarini tabriklashda davom etyapti. Barselona yaxshi tomonga o'zgardi va hattoki o'yin tomonlama ham Barselona o'sdi. Nafaqat o'yin tomonlama, balki Barselona muxlislari, musulmon muxlislarini ham unutib qo'ymayapti. Barselonani sevishda davom eting. Barselona har doim bu narsani ta'kidlab keladi va aynan shu videoda Barselona LGBTda targ'ib qilganda degan do'stingizga tashlab qo'yishni ham unutmang. Ko'rishamiz.